hisoblanadi. 5-si. Tub son. Tub son bu bo'luvchilari o'zi va birdan faqatgina o'ziga va birga bo'linadigan sonlar tub son deyiladi. Ya'ni misol uchun 3, 7, 5 bo'luvchilar 1 va 3. Boshqa son buni bo'la olmaydi. Bo'la olsa ham qoldiqli bo'lib qoladi. 7 ning o'zi ham 1 ga bo'linadi, 7 ga bo'linadi. 5 ning o'zi ham 5 ning o'zi ham 1 ga bo'linadi, 5 ga bo'linadi. Endi o'sha yerda faqatgina to'qsonlar, mana bu yerdagi to'qsonlar bizda tub son bo'ladi ekan degan xayolga kelmasligimiz kerak. 2 degan soni 2 juft son. 2 ni 2 ga bo'lsak, qoldiq 0 ga teng bo'ladi. 2 ham to'qson. Ya'ni 1 ga bo'linadi va o'ziga bo'linadi. 2 ning o'zi ham tub sonlar ekan. Bizda testlarda shunday savol keladi. Barcha tub sonlarning ko'paytmasining oxirgi raqami nima bilan tugaydi deydi. Oxirgi raqami mana 2 va 5 ni ko'paytirib 0 bo'lib qoladi. Shuning uchun 0 bilan degan javobni belgilab ketsak ham bo'ladi. Uni keyinroq tushuntiraman. Xo'sh, tub son 1 ning o'zi esa u to'qsonga kiradi, juftga kirmaydi, lekin tub songa ham kirmaydi. Chunki bo'luvchilari o'ziga va birga bo'linadigan sonlar. 1 ga bo'linyapti va o'ziga bo'linyapti. O'zi ham ikkalasi ham 1 bo'lgani uchun bo'luvchilar bitta bo'lib qolyapti. Yagona 1 bo'lib qolyapti. Shuning uchun bu tub sonlarga kirgiza olmaymiz buni. Oltinchisi o'zaro tub son. O'zaro tub son nima degani? Bo'luvchilari ikkita son beriladi bizga. O'shaning umumiy bo'luvchilari faqatgina birdan tashkil topgan bo'luvchilarga ega bo'lsa, o'sha o'zaro tub son hisoblanadi. Misol uchun 31. 14 va 31 sonlarni o'zaro tubmi deb savol berdi. 14 ning bo'luvchilari necha bo'la oladi? Misol uchun 1 bo'la oladi, 2 bo'la oladi, 3 bo'la olmaydi, 4 ham bo'la olmaydi, 5 ham bo'la olmaydi, 6 ham, 7 bo'la oladi va keyin 14 bo'la oladi. 31 tub son. Ya'ni bo'luvchilar o'ziga va birga va o'ziga bo'linadi. Umumiy bo'luvchilari bu yerda 1, bu yerda ham 1. Faqatgina umumiy bo'luvchilar birdan tashkil topgan sonlar o'zaro tub son hisoblanadi. Shunchaki tub son kerakmas. Qarama-qarshi sonlar. Qarama-qarshi sonlar. Qarama-qarshi sonlar bu ayirmasi, ya'ni yig'indisi 0 ga teng bo'lgan sonlar. Qarama-qarshi son. Yig'indisi 0 ga teng bo'lgan sonlar qarama-qarshi sonlar deyiladi va ikkinchi qoidasi koordinatalar sistemasida bir xil uzoqlikda joylashgan sonlar 0 dan bir xil uzoqlikda joylashgan sonlar ham qarama-qarshi sonlar deyiladi. Misol uchun mana bu yerdan 50 degan sonni tanlab olsam, mana bu tomondan -50 degan sonni tanlab olsam, ikkalasi ham mana bu 0 degan nuqtadan bir xil masofa uzoqlikda turibdi. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsam, yana 0 degan nuqtaga kelib qolaman. Misol uchun -14. Uzr, 14 -14. Ikkalasi ham 0 dan koordinatlar sistemasida bir xil uzoqlikda joylashgani uchun buni qarama-qarshi sonlar desam bo'ladi. 8-si o'zaro teskari sonlar. O'zaro teskari sonlar ko'paytmasi 1 ga teng bo'lgan sonlar o'zaro teskari sonlar hisoblanadi. Ya'ni
5 ning teskari soni 1/5. Ya'ni asosan kasr ko'rinishda ikkalasi ko'payadigan bo'lsa 5 bilan 5 qisqarib ketib, bu yerda 1 qoladi. 27. 27 ning teskari soni 1/27. Ikkalasi ham qisqarib ketib, bu yerda yana 1 qoladi. Endi bizga kasr ko'rinishda ham berish mumkin. 1/18 ning bizga teskari sonini top deydi. Ko'paytmasi 1 bo'lishi kerakmi? Bu yerga 18 ni tanlaymiz. Ikkalasi qisqarib ketadi va 1 qoladi. Demak, o'zaro teskari sonlar ko'paytmasi 1 ga teng bo'lgan sonlar o'zaro teskari sonlar hisoblanadi. Murakkab son va mukammal son. To'qqiz. Murakkab son. Tub son va murakkab son bor. Tub son bo'ya bo'luvchilar o'ziga bir-biriga bo'linadigan sonlar tub son edi. Murakkab son esa bo'luvchilari ikkitadan ortiq bo'lgan sonlarga murakkab son deyiladi. O'sh ko'proq juft sonlar ham kiradi desak bo'ladi, lekin tog' sonlar ham orasiga kiradi. Yigirma yetti. 27 ning bo'luvchilari 1, 2 bo'lolmaydi, 3 bo'la oladi. 4, 5, 8 ham bo'lolmaydi ekan, 9 bo'la oladi ekan va 27 ham bo'la oladi ekan. Bo'luvchilar demak bitta, ikkita, uchta, to'rttadan tashkil topyaptimi? Bu murakkab son. Ya'ni bo'luvchilari ikkitadan ko'p, o'zida birdan tashqari ham yana ikkita bor ekan. Shuning uchun bu murakkab son hisoblanyapti. 10-si mukammal son. Mukammal son bu o'zidan tashqari barcha bo'luvchilar yig'indisiga teng bo'lgan son mukammal son hisoblanadi. Misol uchun 6 degan sonimiz bizdan mukammal son hisoblanadi. Ya'ni bo'luvchilari 1, 2 bo'la oladi, 3 bo'la oladi va 6 bo'la oladi. O'zidan tashqari, o'zini hisoblamay turamiz. Barcha bo'luvchilar yig'indisiga teng. Ya'ni 1, 2, 3 uchalasini qo'shadigan bo'lsak, 1 ga 2 ni qo'shsak 3, 3 ga 3 ni qo'shsak 6. O'zidan tashqari barcha bo'luvchilar yig'indisiga teng bo'ldi. Mana bu 6, bu 6 ga teng. Shuning uchun bu mukammal son hisoblanadi. Mukammal sonlar unchalik ham ko'p emas, ora-chorada uchrab turadi. Bizda mukammal sonlar 6, keyin 28 ham bor va 540 nechidir? 548 bo'lishi kerak. 28 ning ham bo'luvchilari 1, 2 bo'la oladi. 4 bo'la oladi ekan. 7 bo'la oladi. 14 bo'la oladi va 28. O'zini qo'shmay turamiz. Qolganlarni qo'shib chiqamiz. 1 ga 2 ni qo'shsak 3, 3 ga 4 ni qo'shsak 7, 7 ga 7 ni qo'shsak 14, 14 ga 14 ni qo'shadigan bo'lsak 28. Demak, mukammal son mana barcha o'zidan tashqari barcha bo'luvchilar yig'indisiga teng bo'lib qoldi. Shu bilan bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi.